Assalomu alaykum. Yaqinlar, yaxshimisizlar? Biz bu oladigan videolarimiz bu blogerlik uchun emas, blogerlik davo ham qilmaymiz. Biz shu qilayotgan ishlarimiz YouTube kanalimiz ham bor. YouTube'ga qo'yib boramiz. Asosan 2 kishi ishlaymiz, shogirdim ikkovimiz. Mana shu qo'ygan videolarimizni foydasi bizga shu Qirg'izistonda ishga taklif qilyapti. Mana boshqa Toshkentga, Bishkekka shu qilayotgan ishlarimizni ko'rsatib, shu yerda ish olamiz. Asosan ishimizni reklama qilish maqsad. Mana kecha rosa yomg'ir yog'di, hech imkoniyat bo'lmayapti. Travertinni yuvib yuborgani uchun salafam bilan to'sib chiqdik. Boshqa imkoniyat yo'q. Ertaga muzlab qolsa, bundan xo'ji bo'ladi deb. Kvartira remontni ham kecha band qilib qo'ydik. Bir kun ishlab, dogovorlarini qilib, hammasi xudo xolasa o'z o'rnida ketyapti. Sog' bo'lasizlar.